O'zbekiston xotin-qizlariga katta imkoniyatlar taqdim etishda davom etadi. Bu haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbirida ma'lum qilindi. Xususan bu yil daromadli ayol dasturi yo'lga qo'yilib, kasanachilik, hunarmandchilik, parrandachilik va asalarichilik va tomorqachilik kabi yo'nalishlarda 50 ming ayolning bandligi ta'minlanadi. Hamroh dasturi doirasida xotin-qizlarning 3000 ta biznes loyihasiga 1 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Umuman joriy yilda 1,5 million xotin-qizni daromadli qilish, shundan 400 ming nafarni tadbirkorlikka jalb etish maqsad qilingan. Bu ishlar uchun 25 trillion so'mdan ziyod resurs yo'naltiriladi. Ta'lim sohasida ham xotin-qizlarga katta imkoniyatlar beriladi. Jumladan, yangi o'quv yilidan boshlab ehtiyojmand oilalardagi qizlar uchun davlat granti kvotasi 2 barobarga oshirilib, 4000 taga yetkaziladi. Shuningdek, dunyodagi yetakchi oliygohlar bilan qo'shma ta'lim asosida magistraturada tahsil olayotgan talaba qizlarning kontrakt to'lovlari ham davlat tomonidan qoplab beriladi. Yosh xotin-qizlarning investitsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har yili kamida 10 ta yo'nalish bo'yicha startap tanlovlari o'tkazilib, har bir g'olibga innovatsiya jamg'armasidan 500 million so'mgacha grant ajratiladi.